Mana o'sha Damas do'stlar, hozir bilasizlar, bitta video qo'ygandim. Damasni sotib, menga obuna bo'lganlarga tarqatmoqchiman desam, ko'pchilik otangga ber, qiynalganlarga ber deyapti. Endi o'zidan ruxsat ol deyapti. Aka, nima? Men sizni nomingizga o'tkazib berdim. Endi maslahatim, mana boya birinchi videoni qo'ydingiz-ku Damas haqida. Samarqanddan bir akamiz taklif yozdi. Men o'z ko'zimdan Trekkerga almashtirasanmi? Shu Damas trekkerga alishtirasanmi dedi. Shunaqa. O'sha trekkerga alishtirsangiz agar misol mana ko'p tadbirkorlarimiz bor, to'g'rimi? Ko'p tadbirkorlarimiz sizga misol homiylik qiladi, qiladi, reklama ustida ishlab, o'zingizda ishlayingda, harakat qiling. Bo'ldi endi. Yo'g'iga. Nima deysiz? Almashtirsam bo'ladimi? Rozimisiz aka? Ha, roziman, sizni nomingizga o'tkazgan mashina. Inshaalloh o'zim dadamga zo'r mashina mindiramiz. Trekkerdan keyin balki boshqa berishadi. Shunaqa qilamiz do'stlar. Agar xo'p desalaring, Samarqandga ketamiz. Privasi bor odam chaqiramiz.